Bugun O'sh shahar kengashining deputatlari navbatdagi sessiyaga yig'ilishdi, biroq boshlanishida kengashning yangi raisini saylab olishni deputatlar taklif qilganda vaqtinchalik raislik lavozimini bajarayotgan Arfidin Alanov qarshi chiqqan. Natijada masala ovoz berishga qo'yilib, 36 deputatning 23 rais saylab olishga ovoz berishgan. Alanov ovoz berishni qabul qilmay, bu ko'pchilikni tuzmasligini aytganda deputatlar orasida kelishmovchilik bo'lib, sessiya to'xtatildi. Muxbirimiz Adina Do'stinbetovaning bildirishicha, tanaffus e'lon qilinib, deputatlar o'zaro kelishgandan keyin sessiya davom etayotganda qayta kelishmovchilik boshlanib, hozir yig'in to'xtagan. Ommaviy axborot va vositalari vakillari tashqariga chiqarildi. Eslatib o'tsak, bugun 24 masala muhokama qilinmoqchi edi. So'nggi ma'lumotlar bo'yicha sessiya soat 14:00 ga qoldirildi. Deputat ko'taribdi. Siz ham chetga qo'yapsiz. Siz ham eseptegen haqqingiz yo'q. Buni esepto komissiyasi aytdi, 23 deputatni. Bunda komissiyasi davlat Chuy oblastida kuchi 3 balga yetgan zilzila sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligining matbuot xizmati bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, 24-dekabrda soat 3:16 atrofida Chuy oblasti hududida kuchi 3 balga yetgan yer silkinishi bo'lgan. Zilzila markazi Arpa-Tektir qishlog'idan 16 chaqirim janubiy tomon, Kegeti qishlog'idan 15 chaqirim janubiy tomon, Qarag'aybuloq qishlog'idan 18 chaqirim janubiy g'arbiy tomon, Bishkek shahridan 60 chaqirim janubiy g'arbiy tomonda bo'lgan. Zilzila Chuy rayoni Arpa-Tektir qishlog'ida 3 bal, Kegeti qishlog'ida 2,5 bal va Sig'at rayonining Qarag'aybuloq qishlog'ida 2,5 balni tashkil qilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, talafot va jabrlanganlar yo'q. Qirg'izistonda so'nggi 4 yilda o'smirlarga nisbatan zo'ravonlik 10% ga o'sgan. Yil boshidan buyon bolalarga nisbatan 755 jinoiy ish ro'yxatga olinib, 570 sudga oshirilgan. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, o'smirlar qarindoshlarining qaramog'ida qolib, ota-ona mehrining o'rniga zo'ravonlikka uchrashmoqda. Tahlilchilar esa bolalarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun to'liq ishlamayotganligi sababli o'smirlarning zo'ravonlikka uchrashi kuchaymoqda deb hisoblaydi. Statistika bo'yicha Qirg'izistonda so'nggi 4 yilda o'smirlarga nisbatan zo'ravonlik 10% ga ko'paygan. So'nggi voqea 10-dekabrda darsga boraman deb chiqib ketib yo'qolgan 7 yoshdagi bolaning jonsiz tanasini militsiya dala maydonidan topgan. Mazkur voqeadan 2 kun avval Jalolobod oblastiga qarashli Bozorqo'rg'on tumanidagi 7 yoshdagi qiz xolasining kaltagidan vafot etgan. Qizning ota-onasi Rossiyada ishlab yurganligi sabab uni xolasiga tashlab ketishgan. Qirg'izistonda joriy yil boshidan beri bolalarga nisbatan 755 jinoiy ish qo'zg'alib, uning 570 tasi sudga oshirilgan. 137 o'smir zo'ravonlikka duchor bo'lib, 110 ta ish sud muhokamasi. Tartibni himoya qilish organlari bolalarga nisbatan zo'ravonlik faktlarining soni ko'payib borayotganligini ta'kidlashadi. O'sh shahri bo'yicha so'nggi 11 oy oralig'ida o'smirlarga nisbatan amalga oshirilgan 57 jinoiy ish ro'yxatga olingan. Qanday daha azaytish kerak? Al uchun militsiya xizmatkorlarini boshqa qo'mlik tutilishlar, ota-onalar, jергilikli bilik organlari, maktab direksiyasidagi tushundirish ishlarini yurgizib, shunday ishlarni atkazishimiz deb o'ylayman. O'sh shahridagi Aqjurak krizis markazining ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilda 67 nafar o'smir kaltaklangan. Joriy yilning 10 oyida esa zo'ravonlikka duchor bo'lgan o'smirlarning soni 58 ga yetgan. Lekin mazkur son birgina krizis markaziga murojaat qilganlarning soni. Bu kabi salbiy ko'rinishlarning ko'pchiligi fosh etilmay qolib ketadi deyshadi mutaxassislar. Жылдан жылга балдарга карата зордук зомбулук, анан балдардын кордукка кабылып калышы бул көбөйүп аткан көрүнүш, бул эч кимге деле жашыруун болбосо керек. Себеби бизде көбүнчө аялдар кайрылат да, анан аялдар кайрылган учурда ошол жерде балдар да страдайт этти да, балдар да жабыркап, балдар да кордукка дуушар болуп калат. Ошон үчүн бизде 1 айлык баладан баштап 14-15 жашка чейинки балдар qayrilishadi da. Mutaxassislar bolalarga zo'ravonlik ko'rsatgan vaziyatlar yildan yilga ko'payib borayotganligi ichki va tashqi muhojirlikning ta'siri deb hisoblashadi. So'nggi yillarda o'smirlar yaqinlarining qarovida qolib, ota-onasining mehrini o'rniga kaltaklanishga duch kelishmoqda. Shahardық meriyada rayonlarda
камкорчу көзөмөлчү дегендер бар. Айыл өкмөттөрүндө алар иштеп жатат. Булар айлыкты алып атышат, бирок иш кылган жок. Мен муну өздөрүнүн көзүнчө да айтамын, көрүнө да айтып жүрөмүн. Ушундай иш болуп атканына биз жапатырмак. Ошо ата-эне дагы, тарбиячылар дагы, камкорчу көзөмөлчүлөр дагы ички иштер бөлүмүнө тыгыз байланып иштеп туруп, ушуну кандай болгондо биз азайтабыз. Андай көзөмөл болбой жатат да. Вице-премьер-министр Гулмира Кудайбердиева координация kengashida bildirganday, bolalarning huquqlarini himoya qilish qonuni davlat tomonidan bor bo'lsa ham, yosh bolalar bilan bog'liq voqealarning ro'yxatga olinishi tegishli xizmatlarning yaxshi ish olib bormayotganligidan xabar beradi. 2016-yildan boshlab bolalarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha hukumatning maxsus vakili ish boshlaydi. Ата-энелер жана туугандары тарабынан жасалган зордук зомбулуктар негизги тынчсыздандырууну жаратып жатат. Мамлекеттик органдардын жүргүзгөн иш аракеттерин такай көзөмөлдөп туруучу атайын бирдиктүү документ иштеп чыгуу өтө зарыл. Мындай кадам мамлекеттик кызматтардын эл менен тыгыз иштөөсүнө түрткү болот. Аны менен бирге эле балдардын коопсуздугун коргоо үчүн жана зомбулукка кабылуунун алдын алууга жакшы шарттар түзүлөт деп ойлойм. Vitse-premyer-ministr kengash ishtirokchilariga 2015-yil boshida davlat rahbari hukumat vakillariga bolalarni zo'ravonlikka duchor bo'lishini bartaraf qilish va oldini olish bo'yicha maxsus choralarni ishlab chiqish vazifasini eslatdi. Ta'kidlab o'tsak, 2016-2017-yilga nisbatan himoya qilish choralarining rejasini tashkil qilib, ularni amalga oshirish yo'llari muhokama qilinishi kerak edi. oltmish olti o'lka bilan vizasiz tizim o'zini o'zi oqladi. Bu haqda Premyer ministr Temir Sariyev Qirg'iziston Respublikasining 2015-yilda respublika byudjeti va 2016-2017-yillar taxmini to'g'risida qonun loyihasini muhokama qilgan Jo'g'org'i kengash yig'inida bildirdi. Premyer ministrning so'zlariga ko'ra, 66 o'lka bilan vizasiz tizimni kiritish bilan o'lkaga kelgan sayyohlarning soni 2,5 marta ko'paygan. Bugun Yevropaning bir nechta davlatlari, shuningdek Malayziya, Singapur va Janubiy Koreya kabi o'lkalar bilan vizasiz tizimni yo'lga qo'yish o'zini o'zi oqladi deb o'ylayman. Mazkur imkoniyatdan foydalanib ko'plagan chet davlatlari fuqarolari Qirg'izistonga sayyoh qatori kelmoqda. Agar biz bir tomonlama tizimni buzsak noto'g'ri bo'ladi va biz bunday qilmaymiz, dedi Temir Sariyev. Shuningdek, Premyer ministr dunyodagi so'nggi voqealar va xavfsizlik masalalari sababli chegaradagi nazorat kuchaytirilishini ta'kidladi. Shu bilan bir qatorda Temir Sariyev kelajakda elektron viza tayyorlashni muhokama qilishni bildirdi. Chet el valyutasining hajmi milliy valyutaga o'tkazganda 2,5 marta ko'p bo'lishini Milliy bank bildirdi. Qirg'izistonda pulning massasi oktyabr oyida 67 milliard 583 million so'mni tashkil qilgan. Bu dollar bilan hisoblaganda 890,7 million dollar bo'ldi. Oktyabr oxirida Milliy bankdagi xalqaro valyutalarning zaxirasi tillarni qo'shib hisoblaganda 1 milliard 737 million dollar bo'ldi. Tijoriy banklarning zaxirasidagi mablag' 420 million dollarni tashkil qiladi. Umumiy olganda barcha banklarning Milliy bankni qo'shganda zaxiralari 2 milliard 157 million dollarga teng. Shuningdek, Qirg'izistonda so'mning massasi chet el pul mablag'lariga nisbatan 2,5 marta ozlik qiladi. Isroilning qadimgi Kurs shahridagi arxeologik ishlar olib borilayotgan joydan marmar plitasi topildi. Unga ivrit tilidagi yozuvlar bosilgan. Mutaxassislar topilmaga kamida 1500 yil bo'lganini taxmin qilishmoqda. Shuningdek, marmar 5-asrlarda bu yerda yahudiylar yashaganligidan xabar beradi deb qo'shimchalashdi. Batafsil navbatdagi lavhada. Isroilning qadimiy Kursi shahrida tadqiqot ishlari vaqtida Kirenet ko'li yoqalaridan ivrit tilida yozuvlari bor marmar toshlar topildi. Unga taxminan 1,5 ming yil bo'lgan. Arxeologlarning so'zlariga ko'ra, topilma 5-asr yoki bo'lmasa undan ham avval yashagan yahudiylarning turmushi haqida xabar beradi. This finding is one of its kind. Керемет табылга. Ушундай нерселер бар деп эч ойлобогон элек. Мындай жазууларды дуалдардан жана башка буюмдардан тапчубуз. Бирок полдо төшөлчү плитадан көрөбүз деп күтпөдүк эле. Mutaxassis bunday katta tosh mashhur odamlarga taalluqli bo'lishi mumkin deya taxmin qilishmoqda. Undagi yozuvlarni Mariya xonim deya tarjima qilinishi mumkinligini eslatishadi. Bu esa Kirenet ko'lining avvalgi nomidir.
Bu yerda xristian jamiyati ham yashagan bo'lishi mumkin. Bu yerda Iso payg'ambar ikkita mo'jiza yaratgan. Biri Galiley dengizidagi bo'ronni to'xtatgan bo'lsa, ikkinchisi og'ir kasallikka chalingan kishini dardidan xalos etgan. Hozirda qadimgi Kursi shahrida Vizantiya cherkovining qoldiqlari qolgan. U 4-asrda qurilgan, 741-yildagi zilziladan keyin esa nuray boshlagan. Ayni vaqtda bu yerda Isroilning milliy parki joylashgan.